Toshkent viloyati bugun paxta tayyorlash rejasi 198 ming bo'lsa, 198 ming tonnalik marrani egalladik. Bilasizmi, har yilgida nima farqi bor? Har yil biz rejani bajarganda o'rtacha hosildorlikni 2017-yil men Toshkent viloyatiga vakil bo'lganimda o'rtacha hosildorlik 22 sentner bo'ldi. 18 ga buni 27 sentner qildik. O'tgan yil 34-35 sentner bilan yopganmiz. Mana bu yil 44 sentner bilan rejani bajardik. Shuning uchun buni bitta tomoni borki, bu yerda zalda o'tirganlar birov bilib, birov bilmay qoldi. Paxta terimni qanday o'tganini hamma o'zini ishini qildi. Mazza qilib yurdi, lekin o'sha fermerlar ular turib berdi. Eng asosiysi respublika bo'yicha tahlil qildik. Mashinada terilgan paxtani ulushi bo'yicha birinchi o'rin Jizzax viloyati 80% bo'lsa, ikkinchi o'rinda biz turibmiz. Qariyb 65% paxtani biz mashinada teryapmiz. Yana yilga harakat qilib agar 100% mashinada terish tizimiga o'tadigan bo'lsak, biz Toshkent viloyatida rejani ancha oldinroq bajarib qo'ygan bo'ladi.